Sevinch Mo'minova 44 yoshda Oxunjon Madaliyev sabab san'atga qadam qo'ygan, sevgan insonni xiyonat qilgan va yaqinda yana oila qurmoqchi bo'layotgan xonanda haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. YouTube platformasida eng ko'p qidiriladigan o'zbek xonandasi deya ta'riflanadigan Sevinch Mo'minova 30-iyun kuni 44 yoshni qarshiladi. Nafaqat xonandalikda, aktrisalikda ham omadi kulgan ijodkorning muxlislari nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda bor. Shu munosabat bilan uning san'at ichida o'tgan bolaligi, omadsiz turmushi va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Yovvoyi qiz bo'lganman. Xonandaning otasi Tolib Mo'minov harbiy xizmatni Ozarbayjonda o'tagan. U Ozarbayjonga borganda Mahbura ismli qiz bilan tanishib qolib, u bilan birga oila qurgan. Ularning muhabbati sabab Shahlo, Sevinch va Kamron ismli farzandlari dunyoga kelgan. Bolaligim juda go'zal o'tgan. Tabiatan yovvoyi qiz bo'lganman. Odamlar bilan tez til topishib keta olmasdim. Dadamning qo'llarini ushlab ortiga yashirinib turardim. Hozir ham shu odatlarim saqlanib qolgan. San'atkor bo'lishimni mendan ko'proq dadam istagan, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. 15 yoshimda ilk bora klipga suratga tushganman. Xonandaning san'atga kirib kelishi juda qiziq kechgan. Aslida uning bu sohani tanlashiga hech kim shubha qilmasdi. Boisi otasi san'atkor bo'lgan va u Oxunjon Madaliyevning ustozi hisoblanadi. Sevinch Mo'minovaning qiyofadoshi xonanda Sevinch Mo'minovaning o'ziga o'xshash Shahlo ismli opasi bor. Opa-singillarning orasida 1 yosh farq bor. Instagram kuzatuvchilari xonandaning qizi Leylani Shahlo xolasiga o'xshatishadi. Shahlo opam bilan deyarli tengdoshdek ulg'ayganmiz. Tashqi ko'rinishimiz o'xshash bo'lganligi uchun ilgari bizni egizak deb o'ylashardi. Shahlo Angliyada tahsil olgan, tarjimon va iqtisod mutaxassisliklarini egallagan. Hozirda farzandlari tarbiyasi bilan band, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. Sevinch YouTube'da qancha daromad oladi? Xonanda internet qirolichasi deya ta'riflanishi bejiz emas, chunki u qidiruvlar tizimida eng ko'p izlanadigan o'zbek xonandalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Ne bo'ldi qo'shig'i 38 million marta 2026-yilning 1-iyul holatiga ko'ra tomosha qilingan. Mazkur qo'shiq Baxt uchun million filmiga soundtrack sifatida ijro etilgan. Aslida u plagiat qo'shiq bo'lgan. Sevinchdan avval uni hind, turk va grek xonandalari ham ijro etishgan. Qo'shiq matni esa shoira Gulbahor Mo'minova qalamiga mansub. YouTube'dan topadigan daromadimiz u qadar yuqori emas. Oyiga $1000 pul keladi, deydi xonandaning otasi Tolib Mo'minov. Dars ketgan munosabatlar. Sharof Muqimov bilan Sevinchning turmushi. 2010-yildagi yulduzlarligining to'yi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Hatto Sharof Muqimov va Sevinch Mo'minovaning nikoh oqshomining video disklari sotuvga ham chiqarilgandi. Sharof avvalgi intervyularida bo'laveradi deb uylanmaslik kerak ekan debdi. U emas, aslida men mayli bo'laveradi deb turmushga chiqqandim-ku. To'yni to'xtatmoqchi bo'lganim esidan chiqib qolibdimi? Unashtirilgandek. To'yimiz aniq edi, lekin bir kunda bir marta xabar olib qo'ng'iroq qilmasdi. Men bilan qiziqmasdi. Sevmasligini, mehri yo'qligini o'sha vaqtdan sezardim. Chaqirib to'yni to'xtatmoqchiligimni aytganimda ham menga emas, senga har xil gaplar keladi degandi. Farqi yo'q, dedim. Endi baxtimni topganimda meni tashlab ketma deb yig'ladi. Sodda bo'lib o'sha ko'z yoshlariga ishonibman, lekin har biri soxta ekan, deydi xonanda. 1 oylik kelinchakligimda qattiq do'pposlagan. Sevinch yangi kelinlik paytida Sharof uni qattiq kaltaklagani haqida ham gapirdi. Qaynonam boshida meni yoqtirardi. Yaxshiyam vodiydan kelin qilgan ekanmiz. Qo'l oyog'i chaqqon, shirin so'z ekan deb onamga qo'ng'iroq qilib rahmat ham aytgan. Bilmayman qanday qilib meni yomon ko'rib qoldi. Oilada qanday gap so'z bo'lsa ham umuman gap qaytarmaganman, chunki onam meni shunday tarbiyalagan. Bir marta gap qaytarganman. Unda ham bu uydan ket, yo'qol deb haydaganida, yo'q ketmayman, erim ket desa keyin ketaman deganman. Shunda ham erim degan so'zim yoqmagan. Juda qattiq gap eshitganman. 1 oylik kelinchak paytimda Sharof qattiq do'pposlagan. Uyga kelayotganda qo'ng'iroq qilganim uchun. Yonida do'sti bo'lgan. Kelyapsizmi deganimni eshitgan va xotiningni hozirdan qattiq ushla, esini kirgizib qo'y. Sendan qo'rqib tursin deb maslahat bergan. Yarim kechasi uyga kelib do'pposlagan. Urmagan joyi qolmagan. Dod-voy ovozini eshitib, uydagilardan hech kim chiqmagan. Xo'rligim kelib narsalarimni yig'ishtirib ketaman deganimda yana kechirim so'rab olib qolgan, deya eslaydi Sevinch Mo'minova. Uyimizdan begona ayolning kiyimini topib olganman. Afsuski, yulduzli juftlikning baxtli onlari uzoqqa cho'zilmadi.
oilada dunyoga kelgan qizaloq ham ularni saqlab qola olmadi. Sevinch to'ydan so'ng 5 oy davomida qaynotasi bilan bitta uyda yashagan. So'ng turmush o'rtog'i bilan alohida uyga ko'chib o'tgan. Shu vaqtdan e'tiboran oilamiz buzilishni boshladi. Chunki Sharof bir kun men bilan yashasa, bir kun ota-onasi bilan yashardi, deydi Sevinch. Ajrashishimizga sabablarini aytsam, begona qizlar bilan yozishardi. Isbotlarigacha bor. Onamni ko'rgan Farg'onaga bir haftaga ketib qaytib kelganimda uydan ayollarning upasini topganman. Meniki emasdi. Janjal ko'tarmaganman, faqat so'raganman. Do'stim klipga suratga tushgandi. Grimyorniki cho'ntagida qolib ketgan ekan, shu tushib qolgan shekilli degan. Gapiga ishondim. Unga qattiq ishonardim. Menga xiyonat qilishi mumkinligini tasavvur ham qila olmasdim. Keyin hammomdan begona ayollarning ichki kiyimini topib oldim. Shundan so'ng butkul ishonchim yo'qoldi. Ataylab tashlab ketilgan edi. Hech kim unutib qoldiradigan narsa emas-ku bu. Bir qiz bilan ham gaplashishini bilib qolganman. Sharof unga mabodo Sevinch senga qo'ng'iroq qilib qolsa singlisiman deb aytgan degan ekan. U qiz qo'ng'iroq qilganimda yashirib ham o'tirmay, "Ha, biz gaplashamiz" deb menga Sharofning o'sha gaplarini skrinshot qilib yuborgandi. Men shunda ham qizim uchun u otasiz katta bo'lmasin deb bu ishlariga ko'z yumganman, lekin ko'nglim sovib bo'lgandi. Men oxirgi nuqtagacha oilamizni asrab qolishga harakat qilganman. U esa qarindoshlarining, o'rtoqlarining gapiga kirardi. Ajrashishimizga ham ularning gapining ta'siri bo'lgan, deydi Sevinch. Qaynonamni men kasal qilgan emishman. Sharof Muqimovning onasi saratonga chalinganda ham xonanda bunga Sevinchni aybdor qilgani haqida gapirdi. Alohida chiqib ketganimdan so'ng 6 yil o'tib qaynonam saraton kasaliga chalindi. Shundan keyin Sharofning menga muomalasi qattiq o'zgardi. Borib qaraymi deganimda yo'q dedi. Aytishlaricha onasini men kasal qilib jonini olgan ekanman. Men oilamizni saqlab qolishga oxirigacha harakat qildim. Boshidan boshlaylik deganimda qarindoshlarim, do'stlarim nima deydi degandi. Shundan keyin bu odamning o'zining fikri yo'qligini bilganman. Ana shunday vajlarga ko'ra ular 2017-yilda rasman ajrashishdi. Xonanda Sevinch esa qizi Leylani yolg'iz tarbiya qilmoqda. Turmushimdan ajrashishim tushimda ayon bo'lgan. 2 marta ilohiy tush ko'rganman. O'ylab qarasam, ikkisining ham ta'biri ajrim bilan tugarkan. Shuning uchun odamning peshonasida yozilgani bo'larkan, undan qochib qutula olmaskanmiz deb aytaman. Dunyo qarashi to'g'ri kelsa turmushga chiqishga rozilik beraman. Sevinch Mo'minova bundan avvalgi intervyusida yigitlar haqida shunday gaplarni aytgan. Ko'pincha uylanmagan yigitlar, ba'zan ajrashganlar ham sovchi qo'yishadi. O'zim tengi bo'lsa ham, mendan kichikroq insondan sovchi kelsa, u insonning dunyoqarashi, fe'l-atvori menga to'g'ri kelsa, u insonga nisbatan iliqlik his qilsam, turmushga chiqishga rozilik beraman. Yosh bo'lsa ham, fikrlashi katta bo'lsa, hayotni tushunadigan, fikrlashi joy-joyida bo'lsa, xo'p deyman albatta. Agar ayoli vafot etgan yoki ajrashgan bo'lsa, unda ham nima sababdan ajrashganini bilishga harakat qilaman, chunki odatda ayollar yaxshi erdan ajrashishni xohlamaydi. Ayollar ham yaxshi erni qo'yib yuboradigan darajada ahmoq emas, ammo ba'zan xato qilib qo'yadigan, adashadigan ayollar ham bor bo'lishi mumkin. Kechirib bo'lmaydigan ayblarda erkak voz kechgan, ajrashgan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Yigitni dunyoqarashiga qarab tegishim mumkin. Men turmushga chiqadigan erkak haqiqiy erkak bo'lishi, uning yonida o'zimni yosh bola his qilishim, unga ishonadigan, suyana oladigan bo'lishim kerak. Yosh bolacha fikrlab tursa, unga tushuntirishga butun umrim ketib qoladi. Undan ko'ra hozirgi hayotim juda go'zal. Hozir ham Allohimga shukr, juda baxtliman, deydi u. Ikkinchi ayol bo'lishlikni tavsiya qilmayman. Xonandaning aytishicha, unga ikkinchi ayollik uchun ham takliflar bo'lib turibdi. Ammo Sevinch Mo'minova bu takliflarga rozi bo'lmasligini, shuningdek o'zgalarga ham buni tavsiya qilmasligini aytadi. Ikkinchi ayollikni xohlamayman va boshqalarga ham tavsiya qilmayman, chunki bu narsani juda qiyin deb o'ylayman. Birinchidan, men hech narsani birov bilan bo'lisha olmayman va bo'lishkim ham kelmaydi. Ikkinchidan, adolat qilmasa bunday hayotni qabul qila olmayman. Alloh ham eplasang, adolat qilsanggina shunday qil. Bo'lmasam tinchgina bitta ayol bilan shukr qilib yasha deb buyurgan, deydi Sevinch. Hech qachon taqiqqa tushmaganman. San'atdagi faoliyatim davomida harakatlarim, raqslarim yoki yuz mimikalarim uchun hali biror marta chaqiriltirib tanqid eshitmaganman. Taqiqqa ham tushmaganman. Hech qachon bunday holatlar bo'lmagan menda. San'atimni har doim to'g'ri tushunishgan va biron marta litsenziyamni olib qo'yishmagan. O'zim haqimda zapretga tushibdi, litsenziyasini olib qo'yishibdi degan mishmishlarni eshitganman, lekin hamisha litsenziyam bo'lgan va zapretga tushmaganman, deydi u.
Ko'chadagi hayotdan charchaganman. Sevinch Mo'minova hamisha shoshib yuradigan va hamkasblari bilan yaqin munosabatda bo'lmaydigan xonanda. U bizga bergan intervyusida buning sababini qizi deya ko'rsatadi. Qizim tug'ilganida 4 yil jamiyatdan uzilib, bor e'tiborimni farzandimga qaratganman. Haqiqatdan ham shoshib yuraman. San'atkorlar bo'ladigan ko'p davralarda ishtirok eta olmayman. Chunki shovqin va ko'cha hayotidan charchaganman. Sokin hayotimda qizim, ota-onam bilan bo'lsam bo'ldi. Ilgari gastrol safarlariga ham ko'p borardim. Hozir konsertni yoki to'yni o'tkazib uyga shoshilaman. Balki bu onalik mehridir, deydi xonanda Sevinch Mo'minova. Eslatib o'tamiz, sal avval Instagram ijtimoiy tarmog'ida Sevinch Mo'minovaning to'yi bo'layotgani haqida mish-mishlar tarqalgandi. Va Sevinch Mo'minovaga turli xildagi gullar va turli xil sovg'alar noma'lum yigitdan jo'natilayotgandi. Bu qanchalik rost va haqiqatga yaqinligini keyingi intervyuda kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.